Yorqinjon, siz o'zingiz atir sotasiz-ku, lekin qanaqa atir ishlatishingizni hech aytmaysiz deb ko'pchilik so'raydi. Keling, hozir men sizlarga qanaqa atir ishlatishimni realniy mana sumkamni ochib ko'rsataman. Bu qanaqa uyushtirilgan emas yoki boshqa emas. Men haqiqatan o'zim ishlatadigan atirlarni ko'rsataman. Xo'p, bu yerda probniklar biza har bitta yangi kelgan atirni o'zim oldin ishlatib ko'rib, sinab, keyin sotuvga chiqaraman. Bu probniklari asosiy ishlatadigan atirlarim. Ko'rishingiz mumkin, oddiy flakonlarda rezinka bilan. Bu Tiger atiri. Yaqin 1 oydan beri juda ham yaxshi ko'rib qoldim, chunki buni oldin Luzi firmasinikini ishlatardik. Bu uncha yoqmasdi. Imbirda hidi ko'proq edi unda. Hozir yaqin 1 oydan beri Givandun Jivadan zavodini Tigerni olib kelib ishlatyapmiz. Menga juda ham yoqdi. Imbir bilan greypfrut, sitrus shunaqa zo'r kelishgan. Hidlab to'ymayman ochig'i. Juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Tiger. Xo'p, ikkinchisi bu ham baxt oddiylikda deydi. Oddiy, har kunlik sepish uchun boshni og'ritmaydigan, juda ham nejniy bo'lgan Antonio Banderas. Buni maslahat beraman, qaranglar. 50 grammi juda ham arzon, o'zi 200 ming so'm bo'ladi 50 grammi, lekin stoykasi juda ham yaxshi. 8-10 soatga bemalol yetadi. Taralishi ham juda ham zo'r. Antonio Banderas. Men asosan kun davomida sepib qo'yaman. Приятный bo'lib, o'zimga ham, yonimdagi insonlarga ham zo'r, komfortli atir. Xo'p, uchinchisi mana bu yerda bor edi. Sal seriozniroq atir, jiddiyroq atir. Smoking Hot va Kilian. Bu atirni asosan kechki payt o'sha bolalar bilan ko'chaga chiqqanda mana shunaqa joylarga sepaman. Xudo xolasa endi zalga chiqaman deyapman. 1 yildan beri chiqa olmayapman. Zalga chiqsam sepmoqchiman. Bularga nisbatan ancha o'tkir. Buni ko'p sepishinglarni maslahat bermayman. Mana shu 2 marta sepish o'zi yetarli. Juda ham stoyki. Zo'r atir. Dimli, tabachli, zo'r. Juda ham zo'r. Mana shu 3 ta atirda ishlataman. Mana oddiy flakonlarda, to'g'ri kelgan flakonga qo'yib ishlataman. Men xo'jayin bo'lib turib, oddiy atirda ishlataman. Mana ishchilar eng qimmatlarini Aqua Sapphire, Hibiscus Mahajat mana shunaqa atirlar ishlatadi. Sizlarga maslahat beraman. Tiger 130 ming so'm 10 grammi, Smoking Hot 140 ming so'm. Mana bu 50 grammi 200 ming so'm. Bu hozir 30, 50 bundan ham kattaroq bo'ladi.